Nega musofir kasal bo'lmasin deyishadi, bilasizmi? Birinchidan, oila a'zolaridan uzoqdaligi, lekin bu asosiy sabab emas. O'zbekiston aholisi borgan sari giyohvandlikka yaqinlashib boryapti. Hozir men tushuntiraman, siz ungacha obuna bo'lib qo'ying. Men hozirda Yaponiyadaman. Doktorga bugun borib, menga antibiotik yozib berishini so'raganimda, menga xuddi narkomanga qaragandek qaradi. Doktor menga deyarli tabiiy bo'lgan o'ta kuchsiz preparatlarni tavsiya qilib yozib berdi. Tabiiyki, kuchli dozalarga meni o'rgangan organizmim bunaqangi dorilarni pisand ham qilmayapti va men chuqur kasallikka duchor bo'ldim. Keling endi faktlar bilan yondashamiz. Siz rivojlangan mamlakatlarda qandaydir kasal bo'lsangiz va dori olish uchun borsangiz, doktor sizga oddiy antibiotikni yozib berish uchun ham qattiq tekshiruvlar va yozib berish jarayoni ham juda qiyin bo'ladi. Hatto u yozib bergan taqdirda ham siz farmatsevtga, ya'ni dorixonaga borganingizda, agar birorta grammida xato bo'lsa, siz u dorilarni ola olmaysiz. O'zimizda esa siz nafaqat dorilarni olishingiz mumkin, hattoki sizga o'sha farmatsevt, dorixona egasi sizga tashxis qo'yib, sizni davolashni ham o'z bo'yniga oladi. Ya'ni o'zini davolashni targ'ib qilmoqda. O'zi shundoq ham tibbiy savodxonligi yuqori bo'lmagan xalqimizga balki dori biznesini, o'lim biznesini to'xtatarmiz. Solishtirishingiz uchun fakt keltirib o'taman. Germaniyada 84 million aholiga 18 mingta aptekalar to'g'ri keladi. O'zimizda esa 38 million aholiga 16 mingta apteka. Ya'ni bu 2400 ta odamga bitta apteka degani. Germaniyadan 1 baravar ustunmiz. Eng yomon tomoni, siz va biz oladigan o'sha eng kuchli antibiotiklar sizni davolash o'rniga og'riqni shunchaki vaqtinchalik bosadi va yana o'sha antibiotikka sizni borishga majbur qiladi. Shuning bilan birgalikda u antibiotiklarni qabul qilgandan keyin oshqozon, yurak, buyrak, jigaringizda katta muammolar uchraydi va umumiy bu o'rtacha yashash umrimizga ham kattagina salbiy ta'sir qilyapti. Har 15 ta 20 ta odamdan bittasini siz jigarida qandaydir muammo bo'lib, bu hayotdan ko'z yumganini ko'p eshitgansiz nazarimda. Qo'shtirnoq ichidagi uddaburon biznesmenlarimiz, bilaman, dorixona orqasida milliardlagan pullar, katta pullar yotibdi, lekin xuddi mana shu biznesingizni vitaminlar sohasiga o'zgartirishingizni taklif qilaman. Meni sodda va oqko'ngil mehribon xalqim, balki biz ham yiqilib qolguncha bo'lgan davrda doktorga bormaslikni bas qilarmiz. Har 6 oyda bir marta o'zimizni tekshirtirib tursak, hech narsa bo'lmaydi menimcha. Oxiridagi qilib qolganda o'sha saqlab qolgan pullarimizni baribir ishlatib yuboryapmiz.